Evrelarda shunaqa qilar ekanda, bolasini oldida ishdan charchab keldi, o'qigisi kelmayapti, o'qib bo'lgan. O'qimasa ham varolab o'tirar ekan. Siz qayerdan biladi o'qiyaptimizmi yo'q? Sizni ko'z-ko'yingiz biladi. Siz telefon o'ynayapsiz, telefon o'ynayapti. Keyin telefon to'g'risida biz sizlarga ko'p narsalarni gapiraman. Yo'q, ko'p emas, 3 ta informatsiyam bor. Yaqinda Qozog'istonda bir ish bo'ldi. 13 yoshli bola. 13 yoshli bola adasi qo'lidan telefonni tortib oldi. Nima bo'ldi bilasizmi keyin? Kechasi o'zini adasini, o'zini onasini, o'zini buvisini so'yib tashladi shu bola. Yaqinda bir o'zbek ayolini 6 yoshli qizi o'ldi. Nima uchun o'ldi bilasizmi? Biz yosh bolaga chaqaloqligidan beri bo'lamiz. Ko'z zirachkalar hali tasavvur qilib yaxshi rivojlanmagan, rang retseptorlarni ajrata olmaydi. 6 yoshda ko'zi rak bo'lib o'ldi. Qo'shnimiz bolalar ko'zi g'ilay bo'lib qoldi. Mashinasini sotib to'g'riladi. Sizlarga jim bo'lishni xohlasizmi? Bolalar rasvo bo'lishni. E'tibor bering.